Assalomu alaykum qadrdonlar, salomatmisizlar? Bugungi mavzuyimiz musofirlar haqida. Marhamat, birinchi she'rni o'qib beraman-da, keyin izohlab beraman. Mavzuyimiz chet eldagi musofirlar. Koreygada kechgan davrimni ko'p eslab o'ylayman tunlari. Yodimga solasiz barini, chet eldagi musofirlar. Sizlarsiz begona joylarda balki bilmasdim ne qilarin. Yaqinsiz akamday, ukamday, chet eldagi musofirlar. Bo'sh vaqtda goh futbol o'ynardik, borardik kampo, dengiz sari. Yaqin edik, xuddi jigardek, chet eldagi musofirlar. Birga o'tkazardik tug'ilgan kunu va boshqa turli tadbirlarni. Topilmas onlar bu chet eldagi musofirlar. Musofir bo'lmaguncha inson musulmon bo'lmaydi, haqiqat. Alisher duoda siz uchun sog' bo'ling, Allohga omonat. Bu mavzuyimiz musofirlar haqida edi. Ochig'i boshimdan o'tgan va musofirlik menga ko'p narsani bergan deyishim mumkin. Men shu yerda sal qiyinchilik ham ko'rdim va oilani qadriga yetishni boshladim shundan keyin. Shuningdek, u yerda meni avvalo jigarim, musofirdagi sirdoshim, har tomondan yordam bergan o'zim tug'ishgan akam Obidjon akam, u yerdagi opam Feruza opam alda bergan menga. Shuningdek, Tegu shahridagi Nurangiz aka yoki Ko'ngju shahridagi Alisher aka, Eldor aka, Izzat aka, barchasiga salom aytaman va shuningdek ularga rahmat deyman kattakon. Ularning boriga shukr, sog' bo'lishsin. Qolganlar ham ular uchun duo qilib qo'yinglar. Rahmat kattakon, sog' bo'linglar.